大家好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是第6单元的语法部分。Bugün öğreneceğimiz 6-cı kısımdaki grammatiksi. Onda hoşsa sabahtaşlar kitapni şu grammatik kısmı yani yüfayı diyen tong degan yerge assak birlikte qarab baqaylik ya. Bugün biz qancha grammatik öğrenimiz? 2 ya. Birisi 一点儿和有点儿的用法. Şu 一点儿 bilan 有点儿ikisininki farqi. Yana birisi 能源动词能 imkan pil 能 degan bu xatninki ishlatilishi ya. Onda hoşsa birinchisidan tatib qarab mayli. 一点儿有点儿. 一点儿 degan bu so'zdinki ma'nosi ozroq. Shunaqo. 有点儿 degan bu so'zning ma'nosi nima? Ozroq. Lekin ikkisininki xarakteri o'xshamaydi. Xarakteri o'xshamaydi, ha. 一点儿 degan u nim bo'lib ma'nodu? Son miqdor bo'lib ma'nodu. Son miqdor bo'lib ma'nodu. 有点儿 deganimiz u ravish bo'lib ma'nodu. Bu ikkisininki so'zlik xarakteri o'xshamagandan keyin jumlaning ichiga kelgan vaqtidagi o'rnimi o'xshamaydi. Hamda ishlatilish shu usulimi o'xshamaydi. Unda bo'lsa birdan qarab baqaylik ya. 一点儿 degan bu so'zni biz odatda qandoq deymiz? Shu sifatninki yoki bo'lmasa fe'lninki keyniga ekilamiz. Fe'l deganimiz harakat shunaqo, sifat deganimiz masalan cho'ng, kichik, egiz, paka deb bunday sifatlaydigan narsalarninki, sifat so'zlarninki keyniga ekilamiz. Nama 有点儿 deganni fe'lninki yoki bo'lmasa shu sifatninki oldiga ekilamiz. Shu vaqtida bu ikkisiniki o'rni qanday? 有点儿 qo'shilgan sifat. 这是有点儿 sifatninki oldida yoki fe'lamdi. 一点儿 是 qandaq? Fe'l yoki shu sifat qo'shilgan nima? 一点儿 sifatninki yoki fe'lninki keynida. Ma'nosiga kelgan vaqtimizda avval shu 一点儿 ni so'zlab o'tsak, fe'lninki ya'ni harakatninki keyniga kelgan vaqtida shu harakatni oz miqdorda qilish ekanligini bildirdi. Masalan, azroq yeyish desak, 吃一点儿. Azroq ichish desak, 喝一点儿. Masalan, azroq suv ichib oling desak, ni 喝一点水 keyniga ekilamiz, 喝一点水. Andan keyin 吃一点饭, azroq tamoq yeyish. 还可以什么呢? 我写了一点作业, azroq topshiriq yozdim degandek. 一点儿 ni hozir nima? Fe'lning keyniga qo'ydik. Harakatning keyniga qo'ygan vaqtimizda shu harakatni qanday oz miqdorda qilganligini bildirdi. Agarda sifatning keyniga qo'yib qo'ysak, masalan, 大一点儿, 高一点儿, 漂亮一点儿, 小一点儿 degandek, 大小 yoki bo'lmasa 漂亮 dedik. Bularning keyniga kelgan vaqtida nimani bildirdi desak, selishtirishni. Masalan, 高一点儿 degan bo'lsam, najusha egizrak, najusha sal egiz degan ma'noni bildirdi. Sal egiz. Bu sal egiz bo'lib nimani ifodalamoqchi? 这个地方应该是一个对比, bu yerda bir cho'qim selishtirishdan birisi bor. Masalan, 2 o'rindiqni ekilib, 两张椅子啊, 然后说这个高一点儿 desam bo'ladi. U yana birisi qargan chaqda egizrak. O'zimda desam, 我比他 men uningdan 胖一点, semizrak. 我比他胖一点. 我比他高一点, men uningdan ozroq egiz. Degandek ish qilib, sifatning keyniga 一点儿 kelgan vaqtida u nimani bildirdi deymiz? 是 selishtirish. 比较 ikki narsani o'rtada selishtirish bo'lib, birisi yana birisidan eshib ketgan vaqtida, hamda jiq emas, ozroq oshgan vaqtida shama 一点儿 desak bo'ladi. Hamda ikkinchisiga qarab baqsak, 有点儿 bu mu ozroq?
Muşu pas, mesela bayan pil yani sübət de ayrıdıq o. Eğer de pilnin keyniga ekelsek, aldığa ekelsek, aldığı kildu ha. Eğer de pilnin aldığa ekelsek, mesela you there lay, charchash. You there sel qosqam içi vatıdu. Anadikin you there fan, sel mındak nimo nimdeyimiz sel mındak nirvam çiçilip qavatıdu. Yaki bolmasa içim püşüvatıdu degендek. 那么这些都是动词是吧? Bularninki aldığa ekege vaqtimizda nimini bildirdi desek, şu mushundaq ahvollar azroq ko'rilayotganligini. Hamda bu so'zlarga qarasak qandaq sal passiv bo'lib qoladi. Qo'saq ochgan bo'lsin, charchash bo'lsin yoki mana achchig'i kelish bo'lsin, hammasi passivroq bo'lib qoladi. Andan keyin suhbatga kelgan bo'lsaqmi, masalan, yudarda sal cho'ng. Bu nimini bildirdi desek, ko'nglimdagidek emas, sal kichik bo'lsa bo'p tikan deganni bildirdi. 比如说, 这双鞋子有点大. Bu oyoq sal cho'ng bo'p qopdi. Bu nimini bildirdi? Shu bu oyoq qandaq yana azroq kichik bo'lsa, texmi yaxshi bo'ladi. Shuning uchun Yodiar degan bu so'zni ishlatgan vaqtimizda bu azroq bo'ladi. Lekin shu nima narsani so'zlagan bo'lsak, shu narsa ko'nglimizdagidek bo'lmay, azroq shu nuqsonlar bo'lib qilib, ko'nglimizdagidek chiqmaganligini ko'rsatib beradi. Shuning uchun bu Yodiar degan bu so'z qandaq deymiz, sal passiv ma'noda chiqadi ha. Ko'pincha passiv ma'nolarni keladi. Ha, ikkisini tushundikmi? Birinchi o'xshamaydigan yeri jumlaning ichidagi o'rni o'xshamaydi ha. Idiar degan suhbat ya pilning keynida. Yodiar suhbat pilninki oldida. Bu birinchisi. Ikkinchisi idiar o'xshamaslikni, o'tirda azroq farqi borligini, selishtirishni bildirdi. Yodiar shashamiya azroq passiv ma'noni chiqardi. Nima mushu narsa toza ko'nglimdagidek emas, o'tirliqda azroq masalaninki borligini bildirdi. Ha, unda bo'lsa, buni tushundikmi? Hozir menga qarab boqaylik. 一点用在形容词后，表示程度轻微，那就是 derecesininki nayeti tuvan. Demek就是 azroq bo'layotganligini bildirdi deydi. Qarab boqsak, 这双鞋子太小了，有大点儿的吗？大一点儿，那就是 cho'ngroq. Bu cho'ngroq bu yerda qandaq selishtirish bo'ldi desak, ma oyoq kichikkan cho'ngrog'i bormi? Demak, mushu oyoqdan yana sal cho'ngrog'i bormi demakchi. Ha, 这是这个. 那 ikkinchisi, 晚上我要早点睡. Kechda men balduroq uxlayman. Nima bu yerdagi 早点 nima bilan selishtiradi desak, boshqa vaqtlarga qaragan chaqda baldur uxlayman demakchi. Andan üçüncüsü, 等等我，你走慢一点儿. Meni saqlab turing, siz astaraq mening deydi. Astaraq mening, meni saqlab turing. Nima bu yerda astaraq degan chaqda man yediar deb nima bilan selishtiryapti? Mushu hozirgi surtingizga qarta, surtingizni yana teximi astaraq qiling demakchi. Yeshi o'ttirliqda bir nima selishtirish bor. Endi ikincisiga qarab boqaylik. 有点儿 deydi, 通常用在动词或形容词前. Bayamdadik buni nima suhbat yoki pilninki oldiga keladi. Shunaqa holat bo'lib qoladi. Ye 表示程度轻微, bu derecesininki to'g'ri yuqori emas, yenigirak, azroq ekanligini bildirdi. Nima suhbat, mushu bayamdadik suhbatninki oldiga kelgan chaqda bu nimani ko'rsatib berdi, to'g'ri passiv ekanligini bildirdi. Masalan, 有点大, 有点高, 有点小deb degan bo'lsam, men nim demoqchi bo'laman shu vaqtida sal mundaq kichikkan, mening demoqchi bo'lganim shu. Ko'nglimdagidek emas, cho'ngroq bo'lsa yaxshi bo'ladi. 有点高 degan bo'lsam, yeshi ko'nglimdagidek emas, sal pakaroq bo'lsa bo'ladi deganga o'xshash. Ma'nosi passiv tarafga qarab maqdi. Bu yerdagi misollarga qarab baqsak, 这双鞋子有点大. Bu oyoq sal cho'ngan. Bu gapning ma'nosi azroq kichik bo'lib ketgan bo'lsa, bak yaxshi bo'ladi degandek. Ikkinchisi qarsak, 今天工作有点忙. Bugun
xizmatimiz sal aldirash bo'lib qoldi. Nima demakchi? O'sha charchab ketdik yoki bo'lmasa, o'sha vaqtimiz toza chiqmadi degandek. 这个冰淇淋有点甜，bu marajun sal tatlı ekan. Bu gapning ma'nosi o'sha shakari yana sal azroq bo'lib qolgan bo'lsa, texmi yaxshi bo'ldi demakchi. 妈妈有点担心儿子，apsi o'g'lidan sal ansirayotdi. Bu yerdagi 担心 u bir 动词， bu yerda ham passiv ma'noda desak bo'lmaydi. Faqat shu azroq miqdorda ekanligini ko'rsatib beradi. Ha, unda bo'lsa savoqdashlar, ideal bilan yodiar ikkisini tushundikmi? Birisi ma'no jihatdan ideal selishtirishni ko'rsatadi, yodiar sifatning oldiga kelsa sal passiv ma'noni bildiradi va fe'lning oldiga kelgan vaqtida oz miqdorda ekanligini bildiradi. 好，这是一个，这是一个。unda bo'lsa mishadagi barliq shu misaldagi jumlalarni bir ikki qitimdan o'qib olsak. 这双鞋子太小了，有大点儿的吗？这双鞋子太小了，有大点儿的吗？晚上我要早点睡觉。晚上我要早点睡觉。 等等我，你走慢一点儿。等等我，你走慢一点儿。好，ikinci C。这双鞋子有点大。这双鞋子有点大。今天工作有点忙。今天工作有点忙。这个冰淇淋有点甜。这个冰淇淋有点甜。 妈妈有点担心儿子。妈妈有点担心儿子。好，那么这是我们的第一个语法点。yuqoridagisi bo'lsa bizningki mushu grammatikimizningki birinchi qismi. Unda bo'lsa ikkinchisiga qarab boqaylik. 能用动词能。imkon fe'l qaysi 能 degan so'zning ekan. 能用动词能表示情绪环境条件上的许可deydi. Bu nima degan gap? Mushu imkon fe'l能 degan bu so'z nimani ko'rsatib beradi desak, mushu muhit, 环境, yana birisigacha kayfiyat, 情绪, kayfiyat. Andan keyin 条件, mushu sharoit, mushulardagi nima bir xil mumkinchiligi borligini ko'rsatib beradi. Bu gapni tushundikmi saboqdoshlar? 那意思就是说 能 degan mushu so'zni ishlatamiz, masalan, bo'ladi degan bir ma'noni bildirdi-ku. Qanday vaqtida ishlasak bo'ladi? Birinchisi kayfiyat jihatdan qaragan chaqda bo'lamdi, bo'lmamdi. Ning bu ning deymiz. Muhit jihatdan bo'lamdi, bo'lmamdi desak, ning bu ning deymiz. Sharoit jihatdan bo'lamdi, bo'lmamdi desak, ningni ishlatamiz. Ha, masalan, astidagi misol qarab baqsaq, 这儿不能吸烟. Bu yerda tamaki cheksak bo'lmaydi. Bu 能吸烟 desak tamaki cheksak bo'lmaydi. Tamaki cheksak bo'lmaydi degan mishta gap bormi yo'q? Lekin ba'zilar chekyotdi. Haqiqatan tamaki cheksak salomatligimizga foydasiz, lekin 不能抽烟 degan vaqt 不能吸烟, 不能抽烟 desak ba'zilar ve什么deb so'rashi mumkin. Lekin bu yerda hozir nima bir muhit dedi-ku, agarda mushu muhitning ichida mumkin bo'lsa bo'lmaydi degan bo'lsak, unda bo'lsa buning desak bo'laverdi. Hozir bu yerda muhitni ko'rsatadigan nima? 这儿. Bu yerda tamaki cheksangiz bo'lmaydi. Ha. Ikkinchisiga qarasak, 能坐这儿休息吗? Bu yerda o'tirib aram olsam bo'lamdi. Bu yerda o'tirib aram olsam bo'lamdi. Bu yerda nimaga qarata? Mushu atrofdagi sharoitga, xuddi shu muhitga qarata, menda qilsam bo'lamdi, bo'lmamdi degan bir xil mumkinchilikni so'rayotdi. Shunami? Bu yerda o'tirib aram olsam bo'lamdi. 能坐这儿休息吗? O'xshasha,
başqa bir adamlardan ma'lum bir talablarni qo'ygan vaqtimizda "Manda qilib baqsam bo'lamdi" yoki "Anda qilsam bo'lamdi" deb turib, qarshi tarafninki ma'qulligini olmoqchi bo'lgan vaqtimizda, o'sha "ning" degan xatni ishlatib turib desak bo'ladi. Masalan, "Kirsam bo'lamdi" desam, "我能进来吗?" "我能进来吗?" desam bo'ladi. Nima, bu kitobni ko'rib baqsam bo'lamdi desam, "我能看看这本书吗?" "我能看看这本书吗?" desak bo'ladi. 好，这是能。Üçüncü misalga qarab baqsaq, 你能告诉我收银台在哪里吗? Siz manga mushu iliqi pul yig'digan, xuddi pul topshirdigan yeninki qayerda ekanligini deb bersangiz bo'lamdi debdi. Eshi qarshi tarafdan bir savollarni so'ramoqchi bo'ldik. Manda qilsangiz bo'lamdi. 你能告诉我吗? 你能怎么样吗? deb olsak bo'ladi. Bu birinchisi. Ne就是说, ma'lum bir ishni qilmoqchi bo'lgan vaqtimizda, shu ishninki yana qandaq mumkinchiligi bor yoki yo'qligini, ko'pincha qaysi jihatdan, shu kayfiyat jihatdan, yana birsiga muhit jihatdan, yana birsiga sharoit ustidan desak bo'ladi, bo'ladi. Unda bo'lsa biz shu 能源动词能ichidagi shu 能 degan so'zning nimasini, shu misollarni yana bir o'qib olsak. 这儿不能吸烟. 这儿不能吸烟. 能坐这儿休息吗? 能坐这儿休息吗? 你能告诉我收银台在哪里吗? 你能告诉我收银台在哪里吗? Unda bo'lsa, mushu grammatikini so'zlab bo'ldik. Endi mushu boshdan oxirigacha bo'lgan misollarni yana bir qatam o'tkazib o'taylik. Mushu misol orqali mushu mazmunlarni esimizda tutib olishimizni umid qilaman. Unda bo'lsa boshildik. 这双鞋子太小了，有大点儿的吗？这双鞋子太小了，有大点儿的吗？晚上我要早点睡觉。晚上我要早点睡觉。等等我，你走慢一点儿。等等我，你走慢一点儿。这双鞋子有点大。这双鞋子有点大。今天工作有点忙。今天工作有点忙。这个冰淇淋有点甜。这个冰淇淋有点甜。妈妈有点担心儿子。妈妈有点担心儿子。这儿不能吸烟。这儿不能吸烟。能坐这儿休息吗？能坐这儿休息吗？你能告诉我收银台在哪里吗？你能告诉我收银台在哪里吗？好，这是我们今天的语法部分。Bu bizningki bugungi grammatik qismimiz. Saboqdoshlar tushundikmi? Unda bo'lsa, bizningki bugungi mushu madaniyat askartishga bir qarab o'tamdik. Bugun nimani so'zlaydi ekanmiz? Ipak yo'li. Ipak yo'li, ya. Unda bo'lsa, ipak yo'lini qanchalik bilasiz? Ipak yo'li qandoq? Nada nagacha? 好，那我们一起来看一下，biz bir qarab baqaylik, ya. 我国是丝绸的故乡. deydi. Nima, bu nim degan gap desak, mushu bizningki davlatimiz, bizningki yurtimiz bo'lsa, ipak makoni. 那就是故乡deganimiz 就是shu makan, shunday, o ipak makoni. 被称为丝国. 那yana nima deb ataladi ekan? Ipak davlati deb ataladi ekan. 好，这个缫丝织绸在我国有着几千年悠久的历史. Na bu nim degan gap? Mushu ipak tortish, ipak to'qish. Bu bizning mushu davlatda necha ming yillik tarixga ega ekan. Demak, bu ipak mushu bizning davlatda qandaq mavjud bo'lg'ili necha ming yil bo'lgan.
tariximi uzun, tarixi uzun bo'lgandan keyin bu to'g'riliq madaniyatimizmi nayt uzun bo'lib maqdi va. 他说他是中华民族的伟大创造。那bu ipek nima? Mushu Junxo millatininki eng ulug' bo'lgan bir kashfiyot ekan, bir kashfiyot ekan. 好，那么丝绸堪称中国的瑰宝。Bu nima degan gap? Bu ipek mushu bizningki davlatimizningki nima bir guhri, bir jahuri deb turib atalsak bo'ldi ekan. Bir guhar ekan bu. Uni nima deb ataydi ekanmiz? 被称为软黄金。 yumshaq 黄金 altun deb ataydi ekan. 丝绸呢说是曾以多彩的图案，多彩degan nima? Rangarang, rangarang mushu tuan, mushu ustidagi har xil ko'p bo'lgan ranglari bilan 精美的工艺，精美的工艺。那精美的工艺deganimiz nima? Mushu nafis qo'l hunarlari bilan, ya'ni 优质的品味成为那么naydi mushu yaxshi bo'lgan oliy darajalik bo'lgan sifatlari bilan qanday qilibdi 成为传播东方文明的使者 bu bir elchi bo'libdi. Nimaning elchisi? Mushu sharqiy madaniyatni boshqa yoqqa tarqatadigan bir elchi bo'libdi. Buningda biz burun bilib mushu davlatlar bilan davlatlarninki o'rtasida bunday bir aloqalar bo'lib turadigan. Shu vaqtlar bu podsho u podsholarga mushu o'zininki davlatininki eng isil, eng yaxshi narsalarni qarshi tarafga mushu so'g'i sifatida olib beradigan, so'g'i qilib turib. 那么这样子可以建立两个国家之间的一个友好的往来。Bunda qilgan chaqda mushu ikki davlatninki bir nayt do'stona holda bir-birisi bilan mushu aloqasini saqlab qola oladi. Nima shu vaqtida mushu ipak bo'lsa bir mushu boshqa davlatlarninki intayin yoqtiradigan, eng azizlaydigan, izzatlaydigan shundoq mushu ko'zimi xo'shib ketadigan shundoq bir narsati. Shuning uchun bu bir nim bo'lib qolgan mushu sharqiy Dongfangninki madaniyatini tarqatadigan, aşağı aparadigan bir elchi bo'lgan. Ha, endi ikkinchi abzasga qarab baqsaq, 举世瞩目的丝绸之路。举世瞩目, bu xatninki ma'nosi nima desak, butun dunyoning diqqatini o'ziga tatgan. Kim u? Ipak yo'li. Bayam ipakni so'zildik, endi ipak yo'liga chiqdik shunaqo. Butun dunyoning diqqatini tatgan bu shu ipak yo'li ve 中外文化交流做出了杰出的贡献。那bu degan gap, bu ipak yo'li nihoyatda cho'ng bir to'hfa yaratibdi. Nimaga? Mushu Jungo bilan chet ellarninki o'rtasidagi mushu madaniyat aloqasiga qarata bir zo'r bo'lgan, zo'r darajada to'hfa qo'shibdi. 在历史上产生了深远的影响。Hamda bu ipak yo'lininki mushu qo'shgan to'hfasi mushu butun tariximizda qandaq deymiz bir nihoyatda cho'nqur bo'lgan bir ta'sirni akilibdi. Shundoq cho'nqur ta'sir ko'rsatibdi. 新疆是古丝绸之路3条通道的必经之地。那么bu ipak yo'li ayni vaqtida qancha yo'l ekan desak, jami 3 yo'l ekan. Shu 3 yo'lninki cho'qqum kesib o'tadigan bir yer ekan. Nima uchun mayli siz bu yo'lni tanlamsiz, may yo'lni tanlamsiz yoki 3-chi yo'lni tanlamsiz, cho'qqum shu Xinjiangdan o'tmasangiz bo'lmaydi degan gap. Bu bir o'tan ekan, cho'qqum mangadigan bir o'tan ekan, 发挥着举足轻重的作用. Hamda bu o'tan qandaq shu vaqtda intayin cho'ng bir rolni o'ynab ekan. 随着丝绸之路经济带战略伟业的开启, hozir mushu bir nima ipak yo'li iqtisod balg'i. Shunaqo mushundaq bir nima strategiyaninki yo'lga qo'yilishi hamda uninki başlanışı. Mushu Xinjiang başlanışıda mushu Xinjiang bununki nimasi deymiz? Hem ko'rki, hem balvig'i bo'lib keldi. Nima kelgusida cho'qim qandaq deymiz? 将有着
更为辉煌美好的未来депті. 네 신장 무슈 발вағненке от көріге, әмді 무슈 발вағненке бір немесі дейміз, 발вығы әм көріге болғалық үшін bu Şinjan'daki kelgüsü çoxum teximi parlaq, teximi güzel, teximi adamni mundaq ümit var qılıdı. Şunamı? Ha, onda olsa, muşu aslında bir tal nimi turdu deymiz. Çıgı difan yoyiga titu bir tal xariti baken. Muşu xaritida nimini göstіп beriyotidi bizga? Muşu burunqi yipek yolunu göstіп beriyotidi. Onda olsa, bugunki muşu madaniyat askartishimiz mishagicha bo'ldi. Bizning grammatikimiz mu mishagicha bo'ldi. Bugungi mazmunni tushundikmi saboqdoshlar? Amsa, mushu grammatikadagi mazmunga qarta har birisiga ikki taldan jumla tuzib, mushu madaniyat askartishni ma ostida uyg'urchisi bor. Mushu uyg'urchisiga qarab turib, shu xanzuchisini bundaq bir ko'rib olsak. Amsa, bugungi darsimiz mishagicha bo'lsin. 同学们，我们下一期再见。